Artur Balfour yevreylarni ittifoqchilarga aylantirish maqsadida Lord Rothschildga rasmiy murojaat bilan chiqadi. Murojaatda u Britaniya hukumati sionistlarning qarashlarini qo'llab-quvvatlashini e'lon qiladi. Balfour o'z deklaratsiyasida xalqaro huquqda hali umuman ishlatilmagan iboradan foydalanadi. Milliy uy iborasi. Milliy uy na davlatni, na biror bir aholi punktini anglatar edi. Chegaralar aniq aytilmaydi. Yevreylar uyini yaratishni va'da qilishdan maqsad nafaqat urushdan keyin Usmonlilar yerlarida joylashib qolish, balki Rossiyada fevral inqilobida ko'plab yevreylar ishtirok etgan ekan, ular orqali bolsheviklarni Germaniyaga qarshi turishga chaqirish. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi yevreylar orqali Amerikani urushga ko'proq pul tikishga undash va nihoyat nemis yevreylari orqali dushman mamlakat Germaniya imperatori Kaiser Wilhelm II ning obro'yini to'kishdan iborat bo'lgan. Xullas, jahon bo'ylab yevrey millatiga oid insonlarni ruhlantirish va markaziy saltanatlar hisoblanmish Germaniya, Avstriya-Vengriya va Usmonlilarga qarshi yana bir koalitsiya tashkil qilish shart edi. Deklaratsiya sababli yevreylar immigratsiyasi boshlanadi. Natijada urushdan keyin yevreylar va mahalliy arablar o'rtasida nizolar boshlanadi. Kelajakda aynan Balfour deklaratsiyasi Yaqin Sharqda Britaniya siyosati susayishiga olib keladi. Deklaratsiya tarixdagi eng bahsli va ziddiyatli hujjatlardan biri hisoblanadi. Arab-Isroil to'qnashuvlarining boshlang'ich nuqtasini belgilab beradi.